Mana qara, 16 Pro ga kamera защита o'zining rangiga mos, Nice Monkey brendiga tegishli, mana bu Nice Monkey brendiga tegishli. Bu telefonga plus xuddi shu brendga tegishli tonirovkali stiklo qo'yildi. Yondan qara, umuman ko'rinmaydi. Uxan ustalari setkali, chetidagi abadoglari ham ingichka bo'ladi, qara. Stikloni xudo xolasa sifati a'lo darajada, plani yuradi, juda ham mazza pishiradigan stiklo bo'ladi. O'zlarini iPhone 12 Pro larini xarid qildik, o'rniga o'rin 16 Pro xarid qilyaptilar. Poli navorotlarni qilib beryapmiz. Xudo xolasa mana yaxshi sifatli chexollari, sifatli mana original golovkalardan qilib berdik. Mazza qilib ishlatiladi. Bu telefonimiz ham sotiladi, holatlari yaxshi holatda ekan. O'zlari bir qo'l ishlatgan ekanlar, akkurat ishlatilgan. Endi bitta modajda sarapinasi bor, lekin o'zini qolgan joylari juda ham akkurat ishlatilgan. Batarya yo'mqislari 76%, xotirasi 256, regioni illa Amerika ekan. Karaoke dokumentlari ham bor. Bu telefonni to'liq ma'lumotlarini Telegram kanalimizga joylab qo'yamiz. Kirib Telegram kanaliga obuna bo'lib, narxlar bo'yicha to'liq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi va bu videoni yaqin kunlarda iPhone 12 Pro qidirib yurgan do'stlarga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin. Xush kelibsizlar.